هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهور. Sure Zümer tefsiri 27. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah, salatu vesselam ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Tüvende diyektanlağa İbn-i Kethir Rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Zümer suresi 27. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Biz kişilerini vaaz nasihat alsın deb bu Kur'an'da ulağa türlük misallarını bayan kıldık. Kur'an Arapçıdır. Egirlikten halidir. Ümit ki ula Kur'an'ın ma'nisini düşünüp küfrüden saklanğay. Allah sizlerge mundaq bir misalını keltirdi. Bir kul bulup onunla işq silishni talışıdığan nurgun hocayınla igidarçılık kılıdı. Birisi bu işqa, birisi u işqi buyuruydu. U kimni razı qilishni bilenmey qalıdı. Yani bir kul bulup u bir adamgili xasdır. Bu iki kul, yani onun ahvali baravar mı? Cemi hamd sana Allah'a xasdır. Belki ula, yani müşriklarının tolisi bilmeydi. Sen hakikaten ölüsen. Ula mı hakikaten ölüdü? Andın keyin sizler kıyamet günü Rabbinlarning dergahida bir-biringlar bilan da'vo qilishsizlar. Şirkning misali to'g'risida. Biz kishilarni va'z nasihat olsin deb bu Qur'onda ularga turlik misollarni bayon qildik. Ya'ni ularni va'z nasihat olsin deb misol keltirish bo'lsa, maqsadni tushuntirishga yordamchi bo'ladi. Bu vaqtda Alloh taolo mundaq degan. Allah sizlarga o'zinglardan bir misolni keltirdi. Ya'ni sizlar bu misolning o'zinglardan ekanligini bilasizlar. Biz insonlarga Qur'onda ularning zehniga yaqinlashtirish uchun bayon qilgan bu tamsillarni faqat olimlarla tushuna oladi. Qur'on arabchadir. Egrilikten halidir. Yani o Kur'an oçuk Arap tilida bulup, egrilik, özgertiliş ve şekten halidir. Hem o oçuk roşen pakittir. Allah onu en şu sıfatlar bilen nazil kıldı. Ümit ki ula Kur'an'ın ma'nisini düşünüp küfürden saklanğay. Yani ula Kur'an'da bayan kılıngan yamanlıktan hazar eylep yaxşılıkka amel qıygay. Allah sizlarga mundaq bir misolni keltirdi. Bir qul bo'lib, uningga ishq selishni talashadigan nurg'un xo'jayinlar igdorchilik qiladi. Birisi bu ishqa, birisi u ishqa buyurdi. U kimni rozi qilishni bilolmay qoladi. Ya'ni ular o'rtaq shirikchiligi bor bir qulni ishq selishda o'zaro talashidi. Bu qul kimni rozi qilishni bilolmaydi. Yani bir kul bulup, bu bir adamga xasdır. Yani onunla başka bir igdorchilik qilolmaydi. Başka biri igdorchilik qilolmaydi. Bu iki kul, yani onun ahvali baravar mı? Yani bu ikisi baravar bo'lolmaydi. Shundaqla Allohga yolg'on ilahlarni qo'shib cho'qinadigan mushrik bilan hech shirki yo'q, yolg'iz Alloh taologa ibodat qiladigan ixlosmand mu'min hargizmi baravar bo'lmaydi. İbn Abbas radıyallahu anhuma, Mücahid ve bir qancha kişiler bu ayet müşrik ve mümin için misal kılıp keltirildi dedi. Allah Teala bu misalni en şundaq oçuq ve roşen bayan qilgandan keyin mundaq dedi. Cemi hamd sana Allah xasdır. Çünkü Allah kişilerge pakitlarni turg'izdi. Belki ular, yani müşriklarning to'lisi bilmaydi. Şunun için ular
Allohga shirik keltirdi. Payg'ambar alayhissalomning va Qurayshlarning o'limi va ularning Allohning dargohida munozirlashadiganlik to'g'risida. Sen haqiqatan o'lisan, ularmu haqiqatan o'lidi. Bu oyat Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalom vafot bo'lgan vaqtda uning rostdan vafot bo'lganligiga boshqalarni qoyil qilish uchun Alloh taolaning tuvendagi oyati bilan dalil qilgan oyatlardir. Muhammad faqat bir payg'ambardir. Uningdan burun ko'p payg'ambarlar o'tdi. Ularning ba'zilari o'z ajli bilan o'lgan, ba'zilari boshqalar tomonidan o'ldirilgan. U vafot bo'lsa yoki o'ldirilsa, orqanglarga yenib olamsizlar. Ya'ni iymonda yenib murtad bo'lamsizlar. Kimiki orqasiga yenib oladi ekan, ya'ni murtad bo'ladi ekan, u Allohga qilchi ziyon yetkazolmaydi. Alloh shukr qilguvchilarni mukofotlaydi. Sizlar cho'qim bu dunyodan qaytib, u dunyoda Alloh taolaning dargohida jam bo'lasizlar. Ondan sizlar g'olib va ulug' Allohning oldida dunyoda qilgan amalinglar ustida, ya'ni Alloh taolaga shirik keltirdinglarmi yoki tavhidda ching turdinglarmi degan masalada munozirlashsizlar. Ondan Alloh oranglarda hukm chiqirdi. U haq bilan hukm qiladi. Alloh taolo hammaga odillik bilan hukm qilguchidir. Hammani bilguchidir. Allohni bir deb biladigan ixlosmand mu'minlarga Alloh taolo nijotlik berdi. Allohning borligiga tong'uchi, uningga shirik keltirguchi payg'ambarlarni inkor qilguchi kofirlarni azoblaydi. La ilaha illalloh Muhammad rasul. Gerçi tafsir qilinayotgan bu oyatning ma'nosi oxiratda mu'minlar va kofirlar haqida va ularning qiyomatdagi o'zaro munoziralarining bayoni haqida bo'lgan bo'lsa-mu, lekin bu oyat dunyodagi barliq datalash qilguvchilarni o'z ichiga oladi. Chunki bu munozira ularga qiyomatda qayta takrorlandi. Ibn Abu Hatim Ibn Zubayr radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ondan keyin sizlar qiyomat kuni Rabbinglarning dargohida bir-biringlar bilan da'vo qilasizlar degan oyat nozil bo'lganda Zubayr radhiyallohu anhu: "Ey Allohning payg'ambari, bu da'vo bizga qayta takrorlanamdi?" deb so'radi. Payg'ambar alayhisalom: "Ha" dedi. Zubayr radhiyallohu anhu: "Undaqda ahvol haqiqatan nihoyat ig'ir ekan" dedi. İmam Ahmad Zubayr ibn Avvam radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi. Sen haqiqatan o'lisan, ularmi haqiqatan o'lidi. Ondan keyin sizlar qiyomat kuni Rabbinglarning dargohida bir-biringlar bilan da'vo qilasizlar degan oyat tushganda men: "Ey Allohning payg'ambari, bizga dunyoda aramizda yuz bergan gunohlar da'vosi qayta takrorlanamdi?" deb so'radim. Payg'ambar alayhisalom: Her bir haq egisiga uning haqqi to'liq ado qilinguncha sizlarga albatta haq da'vosi takrorlandi dedi. Men Allohning nomi bilan qasamki, undaqda ahvol haqiqatan qiyin bo'ladi ekan dedim. Bu hadisni Imom Tirmiziy rivoyat qilgan. Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Ondan keyin sizlar qiyomat kuni Rabbinglarning dargohida bir-biringlar bilan da'vo qilasizlar. Ya'ni rost so'zligichi bilan yolg'onchi, zulmga uchirguchi bilan zolim, hidoyat topquchi bilan ozg'uchi, ojiz bilan mutakabbir da'volashidir. Ibn Mandah Ruh degan kitobda Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Kishilar qiyomat kuni da'volashidi. Hatto jon bilan jasad munozirlashidi. Jon badanga gunohni sen qilding deydi. Jasad jonga sen gunoh qilishga buyurding. Sen gunohni chiroyli ko'rsatding deydi. Shuning bilan Alloh ikkisining orasida hukm qilish uchun bir farishtani avatidi. Farishta ulardan:
Sizlardan biringlar haqiqatan ko'zi saq, ammo palaj odamga, yana biringlar ko'zi ko'r odamga o'xshaysizlar. U ikki odam bir boqqa kirdi. Palaj odam ko'r odamga. Men bu yerda haqiqatan meyvelarni ko'rdim, lekin uni ololmayman deydi. Ko'r odam uningga. Meni minib turib uni og'in deydi. Palaj odam ko'r odamni minib turib meyvelarni oladi. Bularning qaysi kishining haqqiga tajovuz qilguvchi hisoblandi deb so'raydi. Ular har ikkilisi deyishdi. Farishta ularga: "Sizlar haqiqatan o'zinglar hukm qildinglar" deydi. Ya'ni haqiqatan jasad jon uchun minadigan hayvonga o'xshaydi. Jon uningga minguchidir. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. İbn Abu Hatem Said ibn Jubayr'den İbn Ömer radıyallahu anhumanın mundaq deganligini rivoyat qildi. Ondan keyin sizlar qiyomat kuni Rabbinglarning dargohida bir-biringlar bilan da'vo qilasizlar degan oyat tushganda biz bu oyatning nima sababdan tushganligini bilmaydik. Şunu biz bilan ahli kitob o'tirsida da'talash bo'lmasa, kim bilan da'vo qilishimiz dedik. Bu so'zimiz fitna qo'zg'adi. Shuning bilan İbn Umar radhiyallohu anhuma g'olib va ulug' Rabbimiz Alloh bizga va'd qilgan narsa ustida da'vo qilishimiz dedi. Bu hadisni Imom Nasa'iy rivoyat qilgan. Allohga yolg'onni chaplagan, nozil bo'lgan rost so'zni, ya'ni Qur'onni inkor qilgan odamdimi zolim kishi bormi? Cehennemde kafirlarga o'rin yo'qmi? Rost so'z, ya'ni Qur'onni elib kelgan kishi va uni e'tirof qilgan kishilar ana shular taqvodorlardir. Ular Rabbining dargohida o'zlari xohlagan narsalardan bahramand bo'ladi. Ana shu yaxshi ish qilguvchilarning mukofotidir. Alloh ularning eng yomon amallarini yo'q chiqardi. Ularga qilgan eng yaxshi amallari bo'yicha savob berdi. Yolg'onni to'qigan va haqni inkor qilganlarning jazosi, haqni so'zlagan va uni qabul qilganlarning mukofoti to'g'risida. Alloh taologa yolg'onni to'qigan, uningga boshqa ilohlarni shirik qilgan, farishtalarni Allohning qizlari deb da'vo qilgan, Alloh taoloning bolasi bor deb bo'hton qilgan. Allah ularning so'zlaridan pok va yuksakdir. Uning ustiga Alloh taoloning payg'ambarlarining tili orqali o'zlariga kelgan haqni inkor qilgan mushriklarga xitob qilib mundaq deydi: Allohga yolg'onni chaplagan, nozil bo'lgan rost so'zni, ya'ni Qur'onni inkor qilgan odamdimi zolim kishi bormi? Ya'ni uningdan zolim odam yo'q. Chunki u ikki batilni o'z ichiga jam qildi. Alloh taologa yolg'onni chapladi. Allohning payg'ambarlarini inkor qildi. Ular haqida batilni so'zladi. Haqiqatni rad qildi. Shuning uchun Alloh ularga tahdid silib mundaq deydi: Cehennemde kafirlarga o'rin yo'qmi? Ya'ni ular Allohning birligiga tong'uchilar va payg'ambarlarni inkor qiluvchilardir. Rost so'z, ya'ni Qur'onni elib kelgan kishi va uni e'tirof qilgan kishilar ana shular taqvodorlardir. Bu oyatning ma'nosi haqida Mujahid, Qatada, Rabi ibn Anas va ibn Zayd qatorliqlar mundaq deydi: Rost so'z elib kelgan kishi Muhammad alayhissalomdir. Abdurrahman ibn Zayd ibn Aslam rost so'z, ya'ni Qur'onni elib kelgan kishi degan oyatdan payg'ambar alayhissalom uni e'tirof qilgan kishilar degan oyatdan musulmonlar ko'z tutilgandir dedi. Ana shular taqvodorlardir. Bu oyat haqida Ibn Abbas radhiyallohu anhuma ular shirkdan saqlanganlar deydi. Ular Rabbining dargohida o'zlari xohlagan narsalardan
bahriman bo'ladi. Ya'ni jannatda ular qanchalik talab qilsa, uning shunchalik erishidi. Ana shu yaxshi ish qiluvchilarning mukofotidir. Alloh ularning eng yomon amallarini yo'q chiqardi. Ularga qilgan eng yaxshi amallari bo'yicha savob berdi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Ana shundaq kishilarning yaxshi ishlarini qabul qilib, yomon ishlarini kechirim qilamiz. Ular Allah yomon ishlarini kechirganlar bilan jannatda bo'ladi. Bu ularga qilingan rost va'dadir. Allah bandisiga, ya'ni Muhammad alayhissalomni qo'g'dashga va uningga yordam berishga yetarlik emasmi? Ular seni Allohdan boshqa ma'budlar bilan qo'rqitdi. Allah gumroh qilgan odamni hech hidoyat qilguvchi bo'lmaydi. Allah hidoyat qilgan odamni hech ozdirg'uchi bo'lmaydi. Allah g'olib, dushmanlarini jazolovchi emasmi? Agar ulardan osmonlarni va zaminni kim yaratgan deb so'rasang, shubhisizki ular Alloh yaratgan deydi. Aytqinki, agar Alloh menga biror ziyon zahmat yetkazishni iroda qilsa, uni dab'i qilishga, ya Allah menga rahmat qilishni iroda qilsa, uni to'sib olishga Allohdan boshqa sizlar ibodat qilayotgan ma'budlar qodir bo'la olamdi? Menga aytib beringlar-chu. Aytqinki, menga Alloh kifoyadir. Tavakkul qilguvchilar uningga tavakkul qilsin. Ya'ni hamma ishini Allohga topshirsin. Aytqinki, ey qavmim, sizlar o'z holinglar bo'yicha ishlanglar. Menmu o'z holim bo'yicha ishlayman. Sizlar uzunga qolmay xorlig'uchi azobning kimga keladiganligini, mangulik azobning kimga tushadiganligini bilasizlar. Alloh taolaning bandisiga kifoya qilguvchi ekanligi to'g'risida. Alloh bandisiga, ya'ni Muhammad alayhissalomni qo'g'dashga va uningga yordam berishga yetarlik emasmi? Ya'ni Allah o'ziga ibodat qilgan va tavakkul qilgan bandisiga yetarlikdir. Ular seni Allohdan boshqa ma'budlar bilan qo'rqitdi. Ya'ni mushriklar payg'ambar alayhisalomni butlari va johillik, gumrohlik qilib tutib olgan Allohdan boshqa ilohlar bilan qo'rqitdi. Allah gumroh qilgan odamni hech hidoyat qilguvchi bo'lmaydi. Allah hidoyat qilgan odamni hech ozdirg'uchi bo'lmaydi. Allah g'olib, dushmanlarini jazolovchi emasmi? Ya'ni Janobi Alloh g'olib va nihoyat kuchlidir. Alloh taologa yo'langan va iltijo qilgan odam zulmga uchramaydi. Alloh g'olibdir. O'ziga kofir bo'lgan va shirk keltirgan payg'ambar alayhisalom qarshilik qilganlarning ichidan hech biri Alloh taolodan g'olibroq va dushmanlardan intiqom olishda uningdan kuchliroq emas. Koinotni yaratishda ilohlarining ojiz kelganligi uchun mushriklarning Alloh taoloning birligini e'tirof qilganlik to'g'risida. Agar ulardan osmonlarni va zaminni kim yaratgan deb so'rasang, shubhisizki ular Alloh yaratgan deydi. Ya'ni mushriklar Alloh taoloning butun shaylarning yaratquchisi ekanligini e'tirof qiladi. Shundaq turuqliq ular Alloh bilan o'zlariga hech ziyon zahmat va foyda manfaat yetkazolmaydi. Aytqinki, agar Alloh menga biror ziyon zahmat yetkazishni iroda qilsa, uni dab'i qilishga yoki Alloh menga rahmat qilishni iroda qilsa, uni to'sib olishga Allohdan boshqa sizlar ibodat qilayotgan ma'budlar qodir bo'la olamdi? Menga aytib beringlar-chu. Ya'ni u ma'budlar hech narsaga qodir bo'la olmaydi. İbn Abu Hatim İbn Abbas radhiyallohu anhumadan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Alloh taolaning dinini qo'g'dig'in, Alloh seni qo'g'daydi. Allohning dinini qo'g'dig'in, sen qiyinchilikqa yo'liqqanda uning yordamiga erishsan. Ma'murchilik vaqtida Allohni to'nig'in,
qattiqchilik vaqtida Alloh seni tanıydı. Birər narsa so'rasang, Allohdan so'ra. Yordam talab qilsang, Allohdan talab qil. Bilginki, haqiqatan butkul inson bir yerga to'planib, Allah sana taqdir qilmagan birər narsa bilan sana ziyon zahmat yetkazmoqchi bo'lsa, ular sana hargizmi ziyon zahmat yetkazolmaydi. Agar butkul inson bir yerga to'planib, Allah sana taqdir qilmagan birər narsa bilan sana foyda manfaat yetkazmoqchi bo'lsa, ular sana hargizmi foyda manfaat yetkazolmaydi. Taqdir yozilgan batlar qurdi. Qalamlar shukr qilish yuzidan Alloh taolaga ishonch qilgan holda Allohning roziligi uchun amal ibodat qilgin. Shuni bilginki, haqiqatan sen yoqtirmaydigan narsaga sabr qilish nurg'un yaxshilikni keltirdi. Haqiqatan sabrchanlikdan keyin nusrat, jafodan keyin rohat farog'at va taslikdan keyin osonlik keladi. Subhanallah, la ilaha illalloh, Muhammad Rasulullah. Aytqinki, mana Alloh kifoyadir. Tevekkül qilg'ichilar uningga tevekkül qilsin. Ya'ni hamma ishini Allohga topshirsin. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: "Hukm faqat Allohga xos. Allohga tevekkül qildim. Tevekkül qilg'ichilar Allohga tevekkül qilsin." Bu vaqtda Hud alayhissalom bilan uning qavmi orasida mundaq munozir bo'lib o'tgan. Biz faqat seni ba'zi ilahlarimiz saron qilib qo'yibdi deymiz. Hud aytdi: "Men haqiqatan Allohni guvoh qilaman. Sizlarmi guvoh bo'linglarki, men sizlarning Allohni qo'yib shirk keltirgan butlaringlardan ado judaman. Hammanglar menga suiqasd qilinglar. Menga muhlat bermanglar. Şübhisizki mening Rabbim va sizlarning Rabbinglar bo'lgan Allohga men tevekkül qildim. Allohning boshqarishida bo'lmagan birmi maxluq yo'qdir. Rabbim haqiqatan to'g'ri yo'ldadir. Ya'ni adil bo'lib, hech kishiga qilchi zulm qilmaydi. Aytqinki, ey qavmim, sizlar o'z holinglar bo'yicha ishlanglar. Ya'ni o'z yo'linglar bo'yicha ishlanglar. Bu oyat ularga bo'lgan tahdid va yomon oqibatdan ogohlantirishdir. Menmu o'z holim bo'yicha ishlayman. Ya'ni o'z xohishim bo'yicha ishlayman. Sizlar uzunga qolmay xorlig'uchi azobning kimga keladiganligini, mangulik azobning kimga tushadiganligini bilasizlar. Ya'ni shu ishlarning oqibatini va sizlarga keladigan azobni faqat yaqinda bilasizlar. Sizlarga dunyoda xor qilg'uchi azob keladi. Oxiratda bo'lsa, qutulish mumkin bo'lmaydigan, doimlik uzilib qolmaydigan azobga duchor bo'lasizlar. Alloh bizga qiyomat kunidagi shu xorliqdan panoh bergay. Alhamdulillah, yuqorida Sura Zumar tafsiridan 40-oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.